Toyunun işini mi? Hemme iş şularning degindek bolduğu. Hemme işini özleri qıvatqan deken qısın. Abba, şundaqdımı sen özünü qaçırsan bo'lmaydi-da. Sen ularning apısın o'rnida tursan. Sen doim ularga "Men sizlarning apanglar, men sizlarning apanglar" deysan. Mushundaq cho'ng ishga kelgan o'zingni qaçırsan qanday bo'ldi? Xislatning yurgi azoblanmamda. Nima? Xislatma? Aş xislat azoblandigan odammi? Voy abba, xislat hammani deb o'tirdigan odam emas. U angs cho'qim azoblandi. Onun üstüge bu degan to'y ish tursa, bir ömürlük muhim ish tursa. Ular to'y qilib bo'lgandan keyin ne turar? Ne geldi? Şu radyo stansiyasiga narsalarni olib berib kelay. Rasma. Tez berib tez kelaman. Maqula. Xo'sh. Xo'sh. Qon besimim normal ekan. Temperaturam normal ekan. Shu. Dedim o normal chiqadi da. Og'riq ahvolchi, og'ritamda. Tunugunga qaraganda jiq yaxshi bugun. Meni ansirab qoldi deb yoshirsam bo'lmaydi, juma. Nima ish qilsa aynan degan. To'g'ri tushunibman. Ha, hamma sen deganda qilma. Bunda bo'lsa men chiqay, yaxshi aramag'inda da. Jasur. Bugun uyga ketiblamag'ini. Sen doktorxonada yetayotgani xil bo'lib qoldi. Ha? Bu ishlarni men qo'yib. Babanın açıkta xıyanmadı da. Jasur. Bu yoqqa chiqa. Nima xabar qilmay keldim? Rash bo'ldi. Mesaj yuqulib qo'ygan, hozir uxlab qoldi. Afgan. Men dadamni bir ko'rib olaychi. Dadam paysi olib ketdi. Maqulmi? Nima ketdi?
Keldingizmi kızım? Dada. Sizning keladiğinizni biletdim. Nima? Men degan dadingiz. Ko'nglingizni nima o'ylayotganingizni bilmayman. Meni o'qiganligimni bilamsan, dada. Qachon bilganding? Doktorga kelishdim burun. Anlab çoxum ko'nglingiz bak yerim bo'ldi. Chandurmay yurib qiynaldingiz desam. Kechirim, ko'nglingizni yerim qilib qo'ydim. Bu ishda ayiblik. Undaq dema, dada. Bu ishlarga biz aybliki. O'shanda bo'qilishingga biz sabablik, dada. Jinim, dada. Jasurga moslashqin. Cho'qib saqib ketsin. Maqul. Siz ko'nglingizni yerim qilmang. Bana yetiş bo'lmaydi. Yig'lama qizim. Yig'lama. Jinim, dada. Voy, Po'latga. Voy, Tishpoka. Nasılsınız? Buldum. Ha. Xislat aşamni izlab kelganman. Ha, bugun faqat aloqalashamidim buningla. Ha. Tek qaytib kelgan bile. Men aka uy kirib turaydi degan. Bo'ldi. Voy, suvoq turamsiz aka? Yo'q, bo'ldi, mishatib turib. Men sugan kiraydi men. Yo'q, bo'ldi. Qolmisham bu. Keldi vaqtim bo'lib qolganda. Voy. Keldim. Bugun faqat aloqalashamay qoldim siz bilan. Doktorxona dadamdan qashaq bag'atdim. Tomoq yedingizmi? Men tomoq yemedim. Birga yeb kelaylamsa. Sen-chi? Bo'ldi aka, sizlar bildinglar. Men do'konlarni yig'ishtirdik. Mayli. Ma'qul. Xo'sh. Opa. Opa. Ne varsa? Opa, ne mandon deyme? Opa, ben sana gep korkma işimni sıkmağına. Açığın tek yanmadı mı? Nemig açıqlaydı. Ben açıqlangıda kimdi? Bir ömürmüş balamın xizmetini qıptım. Öz balamdek mehrimni beripdim ben. Allah bugün günge ben nemige erişti. Bir sımı meni öz anısına körüp koymadı. Qarğanda bu öyde. Tamaq etdiş, kırqat jüyüş, öy tazlaştım, başka rolum yok oxşaydı. Vallahi o kichikde. Lekin akam bu adam neymiş ki menden işlerini yoşurdu. Menin ko'nglimni neymiş ki düşünmeydi. Ben akamni yurtga ketdi deb jursam,
Kıslet bilip durup mu? Bana tınıp mı koymaptı? Acaba dadalarını tekşürtüsüne, minimi tekşürtüp koyuyorlar deyip duruyorlar bitti. Canım abla. Şıgılmığına abla. Sen artık oylayapsan. Tağam kaçan senden bir işini yuşurup bakkan. Muş öyle neymiş bolsa tağam sen birinci orun koyduğu. Tağamını bundaqtısan onun uval kan bilsa. Bir neçe aydan beri fakat ko'nglimning arami yo'q. Charchab qolgan o'xshayman. Ben qaror qilib bo'ldim, aytilmagan. Nima? Yurt qo'yib 3-4 ay turib, apam dadaning tuproq ishini yo'qlab kelay. Nima deb yuradigansan apa? Bu xislat to'y qilmadi avassa, yurtga berib turmaydigan nimasi? Shukdaqlarını şuşturup bo'lsa tıxı. Tayyorlig'im bitti, aytmagan. Ya to'yga qaytib kelaman. Sen kelsen hergiz bo'lmaydi. Benim bayıqlig'imning nima farqi? Ha? Men bo'lmasam bu to'y bo'lmay qoladimi? Men qaror qilib bo'ldim. Ketganim ketgan. Sen uyingga berib uxlag'ina. Apa, sen kelsen zat bo'lmaydi. Müştaqli kelsen, nimandaq shaxsiyatchilik qilsa, Men shu shaxsiyatchi. Ha? Aytmanglar, neymiş olsun mendilik göremsizler? Ben senin derdinlan çıkırtkan dert kaldığınlama. Ben barman şunqa, qanday qila olaydim? Endi sen qaldığıma meni boş qilmagan. Deginim degan kendime qanday qila olaydim? bu şundaqli kelsen tağamning yüzünü şikayet göremeysen. Neyim dedi? Çatak bo'ldi. Çatak bo'ldi, xislat. Voy, nima bo'ldi? Xislat, çatak bo'ldi. Opam bilib qopti. Nimani? Tağamdan doktorxon yetib qolgandi. Nima? Oy, qanday bilib qopti? Parizat hozir menga telefon berdi. Opamni shuncha to'sib unimay doktorxonaga ketib emasmi? Hay, doktorga boraylik. Tez, chaqin bo'linglar. Haydi ana, uy qarab turasizmi ha? Bo'linglar işte. Aka. Berber, sen mi kepsen de? Seni sığınıp geldim. Bulmattım ha? Oldu. Gel hafta, gel. Esra. Qarag'im beni. Ben aldırışlık quruq qolib ketdim emasmi? Haqcan qo'sog'ini ochgandim. Ben berib tomoq etmay kelayam. Oldu. Hazır saat neçe oldu? Tomoq yemay bo'ldi. Aka. Hazır qanday qara. Yaxshi. Çatak yok bukan. Rengi royumu şundak obdan duruptu. Çok yaxshi ketsin. Eğer bir yere sakaytamız, şükürge aparımız. Şükür sakayamızsa, çert elge en çıkımız. Çok yaxshi ketsin. Berber. Jığlığın kes, jığlı ol afgan.
Aka. Sen şundan obdan tursan, ben nimeге şıklaydım. Ben herkes şıklamayım ha Aka. Sen çok güzelsin. Herkes şıklamayım Aka. Herkes şıklamayım. Canım. Zanlık yine bak. Canımızın kendisi şıkmalı. Hamma? Ha? Nima qilyapsiz? Balam esnima. Mening bu umoq opamchu mush uyda bo'lgan va qilmoqchi bo'lgan hamma ishni xotirlab mangdi. Mening opam degan cho'ng yozuvchi, ha apa? Ajab yaxshi aytdingiz aka. Hamma men ko'rib qaytjo. Ay, bunun köydek nimesi var balam? Xizmat, ha? Buraya boramsan? Ha, bozor borman. Voy, 3 kun bo'ldi-ku sen bozor aylanatqili. Shu Aminadan faqat unimida o'zim olay desam, shu men uchun bekla ko'ngil bo'lib ketadi hamiyam. Endi yaxshi. Qiynapam bilan toza obdan chiqishib qolsan-da. Bo'ldi qilar. Qiynapam deb ancha bir olamda Voy Parizat, sen aralashma. Xislatchi o'zining ishini o'zi yaxshi bir taraf qila oladi. Men berkilayman. Bo'ldi balam, bo'ldi. Yo'lda qarabma. Apa? Ha? Sana ne bo'ldi? Nima bo'ldi? Xislatning ishlariga toza ko'ngil bo'lmayotsamchu, shundayman. Mening hech ishqi ko'nglim tatmayotdi. Mush akam sog' salomat qaytib kelsa, mush to'yni qilsak deb o'ylayman. Men nima ish qilib beralayman? Xislat hamma ishni o'zi shundoq yaxshi qilyotdi-ku. Uning qaynapisi shundoq yaqin turibsa.
Meni hozirgi isyon. Shu akamdilar. Geldin balam. Ben geldim. Oy. Görüşe geldim. Oy balam. Sen nimce patata oğuydun? Oy, tek çiz otam sen? Ha. Xislatçu. Tek gelmedi. O biçare toyun oşlar bilen şundan çarçap ketiyotdu ha. Şu emasmi o? Görüşne kirete ya ta. Ha. Oy, şundan bir eğirge. Ha balam. Bu atamda mı? Ha, xili bu atlab ketgan to'liqlayotganchimi? Ha, qo'limizga diqqat qiling, ha, sanchonman. Sarna. Ha? Oy acha. Oy. Oy. Oy, nima cho'ra chiqyapsan bu? Macho. Oy balam. Bu ko'rib boqsaq bo'lamdi? Oy balam, qarang. Bek chiroyli ekan, ha? Atsa kiyip chiqsulga to'yning. Rangim bek chiroyli ekan. Qamlashtirib otdi. Ama sen aldırma koyuyorsun. Ben bir kırpırdan yedim. Ha, ma'qul balam. Ey. Hocam, millicha tepe. Oy, Sütün bek yaxshi. Rahtim o'zim turibsiga to'qiganka, gulini. Nasim chular. Ay, balam, saq bo'ldi. Toza erib ketdi-da. Vallahi bu apangdan sen to'y qilganda berib qo'yishga havoli qilgan narsasi. Dadamla apang to'y qilgan vaqtda taqgan bu zinnatlar. Aslanı badem. Dikkatli ol. Bu bilen soğuktu. Bucu, apam yazgan birden bir kitap. Tamakның etili usullarını tepsili yazıp öpse ama. Acha, mümkün tamak etish uslub turgan bo'ladi. Ben etraflı qilib yezib qo'ydim. Yardımım bo'lib qolar. Men sana bir narsa olib beray desam, unamaysan. Shuni shu xotir bilan, shu yotgan ko'plarni tayyor qildim bor. Amma